Sea Breeze O'zbekiston Chorvoq suv omboriga va Toshkent shahrining suv ta'minotiga zarar yetkazadimi? Xabar davomi qiziq bo'lsa, Capital Uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Ozarbayjonning Agalarov Development kompaniyasi bilan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Sea Breeze O'zbekiston 4 fasllik kurortini qurish rejalashtirilayotgan edi va bu ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Bunga javoban Agalarov Development Chorvoqqa oqava suvlar oqizmasligini, barcha oqavalar tozalanishini va qurilish ishlari faqat ekologiya idoralari bilan kelishilgandan so'nggina boshlanishini ta'kidladi. Qayd etilishicha, hozircha suv ombori qirg'og'ida kurort qurilishi olib borilmayapti. Ayni paytda faqat tayyorgarlik ishlari, hududni tozalash va qindilarni olib chiqish amalga oshirilmoqda. Barcha qurilish ishlari davlat ekologik ekspertizasidan o'tkazilgandan va tegishli idoralardan ruxsat olinganidan keyingina boshlanishi mumkin. Chorvoqqa to'g'ridan-to'g'ri oqova suvlarni tashlash ko'zda tutilmagan bo'lib, belgilangan talablarga rioya etilishi davlat tuzilmalari tomonidan nazorat qilinadi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda qoldiring.